Bu videoda ustalarga yetkazib qo'yasizlar. Chunki ustalarning sha'niga yaxshi gap gapirmadi. Yaqinda bir ayolda uyda ish qildik. Hunarmandligimizni hamma biladi. O'sha joyda ish qilib yurgan paytimizda haligi opa yonimizga keldi-da, kelib usta dedi, katta farzandim yaxshi o'qimayapti, sizga shogird qilib beraman dedi. Yaxshi o'qimasa bizga shogird qilib berasizmi opa desam, ha dedi, yaxshi o'qimasa usta bo'ladi-da deb shunaqa gap gapiryapti. Shunda opaga aytdim, opa dedim, yaxshi o'qimasa biz ham ishga olmaymiz dedim. Desam, nega olmaysizlar dedi. Yaxshi o'qimagan boladan usta chiqmaydi dedim. Desam, qiziq gapirdingiz, nima uchun buni deyapsiz dedi. Yaxshi o'qimaganlarda oldik dedim. Sal ozgina hunar o'rganadi, o'zi usta bo'lib chiqib ishini qilib yuribdi. Ustadan na duo oladi, na bir rozi rizochilik oladi. Biz 10 mingga qilayotgan ishimizni 7 ming, 6 mingga qilib bizni narxlarni ham tushiryapti. Pul tomonlama ham bizga ziyon beryapti. Biroqlarni uyda yomon ish qilib, ustalarning sha'niga ham yaxshi gap olib bermayapti bular. Ana shuning uchun dedim, o'qimaganlarni biz ham ishga olmaymiz. O'zi aslida o'qimagan odamdan usta chiqmaydi. Bu hamma ustalarni o'qimagan deb o'ylamang. Ustalarning ham o'qigani yaxshi bo'ladi.